Bugun men aytadigan ma'lumot pensionerlar, nogironligi bor fuqarolar, yolg'iz yashaydigan keksalar va kam ta'minlangan oilalar uchun juda muhim. Chunki qish yaqinlashganda eng katta xarajat nimaga ketadi? Gaz, elektr, ko'mir, dori-darmon, oziq-ovqat, issiq kiyim va uy isitish xarajatlariga. Ko'pchilik pensionerlar esa davlat tomonidan beriladigan yordamlar, kompensatsiyalar, subsidiya va mahalla orqali ajratiladigan qo'llab-quvvatlash turlaridan bexabar qoladi. Natijada odam o'z cho'ntagidan 2500 ming so'mgacha ortiqcha pul sarflab yuborishi mumkin. Men hozir sizga qish mavsumi oldidan pensionerlar nimalarni tekshirish kerak, qaysi yordamlar bor, kim murojaat qilish kerak, kimga bu yordam avtomatik tushishi mumkin, qayerga borish kerak, qanday hujjatlarni tayyorlash kerak, qaysi xatolardan ehtiyot bo'lish kerak, barchasini oddiy tilda tushuntiraman. Bu video har bir xonadon uchun kerakli. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va oxirigacha ko'ring. Chunki bitta e'tiborsizlik butun qish davomida katta xarajatga olib kelishi mumkin. Oldin qanday edi? Ko'pchilik pensionerlar yordam olish uchun alohida idoralarga borardi. Kimdir mahallaga, kimdir tuman hokimligiga, kimdir elektr tarmog'iga, kimdir gaz idorasiga, kimdir pensiya jamg'armasiga qatnardi. Bir joyda bitta ma'lumot aytilardi, boshqa joyda boshqa gap chiqardi. Oqibatda keksa odam o'z haqini talab qilishdan charchab, mayli, bo'lar ish bo'ldi deb qo'l siltab qo'yardi. Hozir esa tizim bosqichma-bosqich raqamlashtirilmoqda. Mahalla ijtimoiy himoya organlari, pensiya tizimi, kommunal xizmatlar va ayrim yordam dasturlari bir-biri bilan bog'lanmoqda. Bu nimani anglatadi? Agar siz haqiqatan ham yordamga muhtoj toifaga kirsangiz, ayrim holatlarda davlat sizni alohida ro'yxatga olishi, mahalla orqali holatingizni o'rganishi yoki arizangiz asosida yordam ajratishi mumkin. Lekin bu yerda juda muhim bir jihat bor. Hamma yordam avtomatik kelavermaydi. Ba'zi yordamlar uchun ariza kerak. Ba'zilarda xonadonning daromadi tekshiriladi. Ba'zilarda uyda kim yashayotgani, pensioner yolg'izmi yoki farzandlari bilan yashaydimi, kommunal qarzi bormi, nogironlik guruhi bormi, ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritilganmi? Shular hisobga olinadi. Men ko'p uchratadigan holat shuki, pensioner odam o'zini menga hech narsa berishmaydi deb o'ylaydi. Lekin amalda uning nomida pensiya bor. U yolg'iz yashaydi, qishda ko'mir sotib oladi, dori-darmonga ko'p pul sarflaydi, elektr va gaz to'lovlari oshadi. Ana shunday odamlar aynan birinchi navbatda o'z huquqlarini tekshirish kerak. Chunki qishki yordamlar faqat pul shaklida emas, ba'zan ko'mir, oziq-ovqat, dori-darmon, kommunal to'lov bo'yicha yengillik, bir martalik moddiy yordam yoki hududiy dastur doirasidagi qo'llab-quvvatlash sifatida berilishi mumkin. Eng katta o'zgarish shundaki, qish mavsumi oldidan ehtiyojmand xonadonlarni aniqlashga ko'proq e'tibor qaratilmoqda. Mahalla faqat ma'lumotnoma beradigan joy emas, balki xonadonning real holatini ko'radigan birinchi bo'g'in bo'lib qoldi. Agar pensionerning uyi sovuq bo'lsa, isitish tizimi yomon bo'lsa, ko'mir olishga puli yetmasa, elektr ishlatishga majbur bo'lsa, bu albatta xarajatni oshiradi. Shuning uchun yordamni faqat pul berish deb tushunmaslik kerak. Ayrim joylarda ko'mir yetkazish, gaz ballon bilan ta'minlash, uy joyini ta'mirlash, deraza-romni almashtirish, ijtimoiy xodim biriktirish, yolg'iz keksaga oziq-ovqat paketi berish kabi choralar ham bo'lishi mumkin. Bu yerda men aniq tushuntirib qo'yaman. Yordam miqdori hamma joyda bir xil bo'lmasligi mumkin. Hududga, oilaning holatiga, mahalla xulosasiga, mavjud dasturga va ajratilgan mablag'ga qarab farq qiladi. Lekin tejamkorlik nimadan kelib chiqadi? Masalan, pensioner qishda ko'mirga 1200 ming so'm sarflash kerak edi. Agar mahalla yoki tuman dasturi orqali ko'mirning bir qismi ajratilsa, u xarajat kamayadi. Elektr isitgich ishlatadigan xonadon oyiga 300 ming yoki 500 ming so'm ortiqcha elektr to'lashi mumkin. Agar uy isitish masalasi tartibga solinsa yoki yordam olinsa, bu ham tejamkorlik. Dori-darmonga oyiga 400 ming so'm ketadigan pensionerga bir martalik moddiy yordam berilsa, qishda bosim dori, yurak dori, qandli diabet uchun kerakli xarajatlar yengillashadi. Ana shu yordamlar yig'ilib bir mavsumda 2-500 ming so'mgacha iqtisod bo'lishi mumkin. Men birinchi navbatda yolg'iz yashaydigan pensionerlarga murojaat qilaman. Agar sizning farzandlaringiz boshqa shaharda bo'lsa, siz o'zingiz yashasangiz, pensiyangiz asosiy daromad bo'lsa, albatta mahallaga boring.
men yordam so'rashga uyalaman degan fikrni chetga qo'ying. Bu sadaqa emas. Bu davlat tomonidan ijtimoiy himoya mexanizmi. Siz butun umr ishlagansiz, soliqlar to'lagansiz, jamiyatga hissangizni qo'shgansiz. Endi qishda qiynalmaslik uchun o'z huquqingizni so'rashingiz tabiiy. Ikkinchi toifa nogironligi bor pensionerlar. Agar sizda nogironlik guruhi bo'lsa, doimiy dori-darmon kerak bo'lsa, harakat tanlanish qiyin bo'lsa, uyga ijtimoiy yordam, tibbiy vositalar, dori-darmon, moddiy yordam masalasini alohida tekshirish kerak. Ko'p odamlar faqat pensiya olaman, shu yetarli bo'lsa kerak deb o'ylaydi. Yo'q, nogironlik holatida qo'shimcha ehtiyojlar bor va ular alohida ko'rib chiqilishi mumkin. Uchinchi toifa kam ta'minlangan oilada yashaydigan pensionerlar. Masalan, bitta xonadonda buvi, kelin, 2 nafar bola va ishlamaydigan oila a'zosi yashaydi. Daromad faqat bitta pensiya yoki bitta mavsum ish haqi bo'lishi mumkin. Qishda bunday oilada xarajat keskin oshadi. Bolalarga kiyim kerak, uy isitish kerak, oziq-ovqat narxi ham seziladi. Shunday oilalar ijtimoiy himoya yagona reyestriga kirgan-kirmaganini tekshirish kerak. Chunki reyestrga kirish ayrim yordamlar uchun eshik ochadi. 4-toifa kommunal qarzi yig'ilib qolgan pensionerlar. Bu juda nozik masala. Ba'zi odamlar qarz borligi uchun idoraga borishga qo'rqadi. Lekin aynan qarz paydo bo'lishi sizning ahvolingiz og'irlashganini ko'rsatishi mumkin. Albatta. Qarzni hech kim o'z-o'zidan o'chiradi deb aytmayman. Lekin to'lovni bo'lib to'lash, ijtimoiy yordam so'rash, subsidiyaga moslikni tekshirish, mahalla orqali vaziyatni rasmiylashtirish mumkin. Birinchi misol. Toshkent viloyatida yashaydigan 72 yoshli pensioner ayolni olaylik. U yolg'iz yashaydi. Pensiyasi 1 million 300 ming so'm atrofida. Qishda elektr isitgich ishlatadi. Chunki uyning bir xonasi yaxshi isimaydi. Oddiy oyda elektrga 120 ming so'm to'lasa, qishda bir tun 2 ming so'mgacha chiqadi. Bundan tashqari, dori-darmonga 320 ming so'm, oziq ovqatga 900 ming so'm ketadi. Natijada pensiya yetmaydi. Agar u mahallaga murojaat qilib, yolg'iz pensioner sifatida holatini o'rgattirsa, unga oziq ovqat yordami, bir martalik moddiy yordam yoki isitish bilan bog'liq hududiy yordam ajratilishi mumkin. Hatto 1 million so'mlik yordam ham uning 2-3 oylik dori yoki elektr xarajatini yopadi. Ikkinchi misol, qishloqda yashaydigan pensioner ota ko'mir sotib olishi kerak. Bir mavsumga uyning holatiga qarab ko'mir, o'tin va tashish xarajati bilan birga 1 million 500 ming so'mdan 2500 ming so'mgacha ketishi mumkin. Agar hududda ehtiyojmand xonadonlarga ko'mir yetkazish dasturi bo'lsa, bu odam to'liq yoki qisman yordam olishi mumkin. Lekin u ro'yxatda bo'lmasa, mahalla uning uyiga kelib holatini ko'rmasa, hujjatlar topshirilmasa, yordamdan chetda qoladi. Demak, tejamkorlik qog'ozda emas, real hayotda bo'ladi. Odam o'sha pulga dori oladi, oziq-ovqat oladi. Qarzga kirmaydi. Uchinchi misol. Bir xonadonda pensioner buvi, nogiron farzand va 2 nabira yashaydi. Daromad past, uy eski, derazadan sovuq kiradi. Bunday vaziyatda faqat kommunal to'lovni kamaytirish masalasi emas, balki kompleks yordam kerak bo'ladi. Mahalla ijtimoiy himoya xodimi, tibbiyot muassasasi va hokimlik tizimi holatni birgalikda ko'rishi mumkin. Agar uy-joy sharoiti og'ir deb topilsa, kichik ta'mirlash, deraza yoki eshikni tuzatish, isitish vositasi, oziq-ovqat paketi, bolalar uchun yordam kabi masalalar ko'tarilishi mumkin. Bu yordamlarning har biri alohida katta ko'rinmasligi mumkin, lekin qish davomida jamlansa, oila byudjetida juda katta farq qiladi. Agar pensioni yuqori daromadli oilada yashasa, farzandlar doimiy yordam berib tursa, uy-joy sharoiti yaxshi bo'lsa, kommunal to'lovlarda muammo bo'lmasa, ehtimol u ehtiyojmand toifaga kirmasligi mumkin. Lekin bu ham umuman tekshirmang degani emas. Chunki ayrim imtiyozlar daromadga emas, yoshga, nogironlikka, maqomga yoki alohida xizmat toifasiga bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, urush qatnashchilari, mehnat faxriylari, nogironligi bor shaxslar, boquvchisini yo'qotgan oilalar yoki boshqa ijtimoiy himoya toifalari ayrim qo'shimcha yordam turlariga ega bo'lishi mumkin. Shuning uchun men har doim bitta maslahat beraman. Menga tegishli emas deb oldindan xulosa qilmang. Avval rasman so'rang, ro'yxatni tekshiring, keyin xulosa qiling. Eng birinchi nozik jihat. Ro'yxatga kirish hamma narsani kafolatlamaydi. Ayrim fuqarolar men reyestrdaman, demak hamma yordam avtomatik kelishi kerak deb o'ylaydi. Amalda esa har bir yordam turi bo'yicha alohida tartib bo'lishi mumkin. Bir yordam uchun reyestr yetarli bo'ladi.
boshqasida ariza kerak, uchinchisida mahalla xulosasi, to'rtinchisida tibbiy ma'lumnoma talab qilinadi. Ikkinchi nozik jihat. Xonadonda ro'yxatda turganlar bilan amalda yashayotganlar farq qilishi mumkin. Masalan, pensionerning uyida farzandi ro'yxatda turadi, lekin u boshqa viloyatda ishlaydi. Tizim esa qog'ozda xonadonda ishlaydigan farzand bor deb ko'rishi mumkin. Bunday holatda mahallaga tushuntirish berish, farzandning boshqa joyda yashashi yoki ishlashi tasdiqlovchi ma'lumotlarni ko'rsatish kerak bo'ladi. Aks holda pensionerning ehtiyojmandligi noto'g'ri baholanishi mumkin. Uchinchi nozik jihat, bank kartasi va hujjatlar tartibli bo'lishi kerak. Ba'zan yordam ajratilgan bo'lsa ham, karta bloklangan, pasport muddati o'tgan, bank rekvizitlari noto'g'ri bo'ladi. Pensioner menga pul tushmadi deydi, lekin muammo hujjat va karta ma'lumotida bo'ladi. Shuning uchun oldindan pasport yoki ID karta, pensiya daftarchasi yoki pensiya ma'lumotlari, bank kartasi. Telefon raqami hammasi mos va ishlayotgan bo'lishi kerak. To'rtinchi nozik jihat, firibgarlardan ehtiyot bo'lish kerak. Hech qaysi rasmiy yordam uchun sizdan oldindan to'lov, komissiya, karta paroli, SMS kod so'ralmaydi. Agar kimdir telefon qilib, sizga 2500 so'm yordam chiqdi, kartangizdagi kodni ayting desa, bu albatta firibgarlik. Rasmiy idora hech qachon SMS kod so'ramaydi. Mahalla ham, bank ham. Pensiya idorasi ham sizning karta parolingizni so'ramaydi. Buni oilangizdagi keksalarga albatta tushuntiring. 5-nozik jihat, yordam muddati. Qishki dasturlar ko'pincha mavsumiy bo'ladi. Ya'ni noyabr, dekabr, yanvar, fevral oylarida ehtiyoj kuchayadi. Agar siz mart oyida borib qishda qiynaldim desangiz, ayrim imkoniyatlar o'tib ketgan bo'lishi mumkin. Shu sababli hozirdan harakat qilish kerak. Qish kirib kelishini kutib o'tirmang. Sovuq tushganda hamma murojaat qiladi, navbat ko'payadi, mablag' cheklangan bo'ladi. Endi men aniq nima qilish kerakligini aytaman. Birinchi qadam mahallaga boring. Fuqarolar yig'ini raisi, hokim yordamchisi, xotin-qizlar faoli yoki ijtimoiy xodimga murojaat qiling. Men pensionerman. Qishki mavsumda kommunal to'lov, ko'mir, dori-darmon yoki oziq-ovqat bo'yicha yordam olish imkoniyatimni tekshirtirmoqchiman deb aniq ayting. Gapni umumiy boshlamang. Muammoingizni sanab bering. Uy sovuqmi, gaz yo'qmi, elektr qimmat chiqyaptimi, ko'mir kerakmi, dori qimmatmi, yolg'iz yashaysizmi? Ikkinchi qadam, hujjatlarni tayyorlang. Odatda kerak bo'lishi mumkin bo'lgan hujjatlar. ID, karta yoki pasport, pensiya olishingizni tasdiqlovchi ma'lumot, nogironlik bo'lsa, nogironlik hujjati, tibbiy xulosa yoki dori retseptlari, kommunal to'lov kvitansiyalari, ko'mir yoki o'tin xarajati bo'yicha ma'lumot, bank kartasi rekvizitlari, xonadonda yashovchilar haqida ma'lumot. Hamma joyda ro'yxat bir xil bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun mahalladan aynan sizning holatingiz uchun qaysi hujjat kerakligini yozdirib oling. Uchinchi qadam, arizani yozma shaklida qoldiring. Men doim shuni tavsiya qilaman, faqat og'zaki aytib ketmang, ariza yozing. Arizada ism, familiyangiz, manzilingiz, telefon raqamingiz, pensiya holatingiz, muammoingiz va so'rayotgan yordamingiz aniq bo'lsin. Masalan, qish mavsumida uyimni isitish uchun ko'mir xarajatini qoplashda yordam so'rayman. Yoki dori-darmon va kommunal to'lovlar bo'yicha moddiy yordam ajratishingizni so'rayman. Arizaning qabul qilinganini qayd ettiring. Iloji bo'lsa, ariza raqami yoki qabul qilingan sana haqida ma'lumot oling. 4-qadam. May bo'yicha uz yoki boshqa rasmiy elektron xizmatlarni tekshiring. Agar farzandingiz, nabrangiz yoki qo'shningiz internetdan foydalana olsa, sizning nomingizdan emas, balki sizning roziligingiz bilan rasmiy portallarda mavjud xizmatlarni tekshirib bersin. Elektron hukumat portalida ayrim ma'lumotnomalar, arizalar, subsidiya yoki ijtimoiy xizmatlar bo'yicha yo'nalishlar bo'lishi mumkin. Lekin yana takrorlayman. Faqat rasmiy sayt va rasmiy ilovalardan foydalaning. Telegramdagi noma'lum havolarga ishonmang. 5-qadam. Kommunal idoralarga alohida murojaat qiling. Agar elektr yoki gaz bo'yicha katta qarz chiqayotgan bo'lsa, avval hisob-kitobni tekshirtiring. Ba'zan hisoblagich noto'g'ri o'qilgan bo'ladi. Ba'zan eski qarz qo'shilib ketgan bo'ladi. Ba'zan xonadonda yashamagan davr uchun ham to'lov chiqqan bo'ladi. Pensioner odam bu masalada tortinmasligi kerak. Hisob-kitob shaffof bo'lishi shart. Kerak bo'lsa farzandingiz yoki ishonchli odam bilan boring. 6-qadam. Tibbiy xarajatlarni yashirmang. Ko'pchilik pensionerlar dori-darmon xarajatini aytmaydi. Bu mening shaxsiy ishim deb o'ylaydi. Lekin ijtimoiy yordamda real ehtiyoj muhim.
Agar siz har oy qon bosimi doriga, yurak doriga, qandli diabet doriga yoki boshqa doimiy dori darmonga katta pul sarflasangiz, buni tasdiqlovchi retsept yoki cheklarni saqlang. Bu sizning ahvolingizni tushuntirishda yordam beradi. 7-qadam, rad javobi bo'lsa, sababini so'rang. Sizga berilmaydi degan umumiy javob yetarli emas. Nima uchun berilmaydi? Daromad yuqorimi? Hujjat yetishmayaptimi? Ro'yxatda emasmisiz? Muddat tugaganmi? Boshqa dasturga murojaat qilish kerakmi? Sababini bilsangiz, keyingi qadamni to'g'ri tashlaysiz. Agar hujjat yetishmasa, to'ldirasiz. Agar ro'yxatda bo'lmasangiz, reyestrga kirish tartibini so'raysiz. Agar boshqa idoraga tegishli bo'lsa, aniq manzil va mas'ul shaxsni bilib olasiz. Men bu yerda faqat pensionerlarga emas, ularning farzandlari va nabiralariga ham murojaat qilaman. Ko'p keksalar yordam so'rashni bilmaydi. Telefon bilan ishlashga qiynaladi. Hujjat yig'ishda adashadi. Siz bir kun vaqt ajratib, ota-onangiz yoki buvi bobongizning holatini tekshirib bering. Kommunal qarzlarni ko'ring, pensiya kartasi ishlayaptimi, pasport muddati joyidami, telefon raqami o'z nomidami? Mahallada ro'yxati bormi? Tibbiy hujjatlari tartiblimi? Agar siz shuni hozir qilsangiz, qishda favqulodda muammo kamayadi. Masalan, dekabrda sovuq tushganda ko'mir izlab yugurishdan ko'ra, oktyabr yoki noyabrda mahalla bilan gaplashib, ro'yxatga kirish ancha oson. Elektr qarzi uzilib qolish darajasiga yetganda yugurishdan ko'ra, oldindan to'lov rejasini tuzish yaxshiroq. To'g'ri tugab. Pul yetmay qolganda qarz olishdan ko'ra, moddiy yordam imkoniyatini oldindan tekshirish foydaliroq. Keling, oddiy hisob qilamiz. Qishda 3 oy davomida elektr isish sababli har oy 300 ming so'mdan ortiqcha to'lov chiqsa, bu 900 million so'm. Ko'mir yoki o'tin uchun 1200 million so'm ketishi mumkin. Dori darmon xarajati oyga 2 million so'mdan oshsa, 3 oyda 2 million so'm bo'ladi. Mana umumiy xarajat 2 million so'mga yaqinlashdi. Agar davlat dasturi, mahalla yordami, moddiy ko'mak yoki boshqa imtiyozlar orqali shu xarajatlarning bir qismi qoplansa, real tejamkorlik 2500 so'mgacha yetishi mumkin. Bu degani hammaga bir xil 2 ming so'm naqd pul beriladi degani emas. Men buni alohida ta'kidlayman. Tejamkorlik turli yordamlar yig'indisidan kelib chiqadi. Kimdir ko'mir oladi, kimdir moddiy yordam oladi, kimdir oziq-ovqat paketi oladi, kimdir kommunal masalada yengillik oladi, kimdir tibbiy yordam yoki ijtimoiy xizmat oladi. Muhimi, siz o'z holatingizni rasmiy ko'rsatmasangiz, tizim sizning muammoingizni ko'rmasligi mumkin. Birinchi xato, menga baribir berishmaydi deb umuman murojaat qilmaslik. Bu eng katta xato. Siz murojaat qilmasangiz, hech kim sizning xarajatingizni taxmin qilib bilmaydi. Ikkinchi xato, faqat qo'shnining gapiga ishonish. Qo'shningizga berilmagan bo'lsa, sizga ham berilmaydi degani emas. Uning oilaviy holati boshqa, sizniki boshqa. Uning hujjati yetishmagan bo'lishi mumkin, sizda esa hammasi joyida bo'lishi mumkin. Uchinchi xato, hujjatlarni oxirgi kunda yig'ish. Qishki yordamlar mavsumiy bo'lgani uchun vaqt muhim. Hujjatni bugun tayyorlash ertangi muammoni kamaytiradi. To'rtinchi xato, firibgarga karta ma'lumotini berish. Yordam olaman deb. Kartadagi bor puldan ayrilib qolish juda achinarli. Shuning uchun SMS kod, karta pin kodi, ilova paroli hech kimga aytilmaydi. 5-xato, faqat pul so'rash. Ba'zan pul berilmasligi mumkin, lekin boshqa yordam bor bo'lishi mumkin. Masalan, ko'mir, oziq-ovqat, dori-darmon, ijtimoiy xizmat, ta'mirlash, tibbiy ko'rik. Shuning uchun menga faqat pul kerak demasdan, qish mavsumidagi xarajatlarimni yengillashtirish uchun qanday yordamlar bor deb so'rang. Bugun men sizga eng muhim narsani tushuntirdim. Qishki davlat dasturlari, mahalla orqali yordamlar, ijtimoiy himoya. Kommunal va dori-darmon xarajatlari pensionerlar uchun real tejamkorlik berishi mumkin. Lekin buning uchun kutib o'tirmaslik kerak. Mahallaga boring, hujjatlarni tayyorlang, ariza yozing, rasmiy javob so'rang, kommunal hisob-kitobni tekshiring va oiladagi keksalarga yordam bering. Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki oilangizda pensioner bo'lsa, bugunoq bitta ish qiling. Mahallaga qo'ng'iroq qiling yoki borib, qishki yordamlar ro'yxatini so'rang. Bu oddiy qadam sizni o'rtacha qarzdan, sovuq uyda qiynalishdan va keraksiz xarajatlardan saqlashi mumkin. Izohlarda yozing. Sizning hududingizda qishki yordam, ko'mir, moddiy yordam yoki kommunal yengilliklar haqida aytishyaptimi? Siz murojaat qildingizmi? Javob qanday bo'ldi? Boshqalarga ham foydasi tegishi uchun tajribangizni bo'lishing.
Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangiz, qo'shnilaringiz, mahallangizdagi pensionerlarga yuboring. Bu ma'lumot ayniqsa qish oldidan juda kerak.